Assalomu alaykum. Kelinglar bugun endurez irsiymi yoki orttirma kasalmi degan savolga javob beramiz. Endurez har xil ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni o'zi endurez qo'rquv oqibatida kelib chiqqani sababli bolaligida qanaqadir travmalar ota-onalari tomonidan, jamiyat, bog'cha, maktab, o'quvchisi, akasi kimdir tomonidan agressiya ko'rib qo'rqib qolgani sababdan bo'lish holati ham bor, irsiy kelishi ham bor. Mana mijozlarim orasida shunday holatlar bo'ladiki, oila muhiti tinch, hammasi joyida, farzand uyda erkin o'sadi, bemalol o'qiydi, rivojlanadi. Lekin bolada endurez bor. Shu sababda so'raymiz, endurez irsiy bo'lganmi sizlarning oilangizda? Ular doktorlarga ham olib borishgan, TMSlar olishgan, dermatologga ko'rsatishgan, chekaplar qilingan, lekin bolada endurez bor. Xo'sh, bola irsiymi yo'qmi, uni ota-onasi aniqlaydi, ya'ni o'zining urug'idan, otasining urug'idan so'raladi. Ko'p holatlarda mana shunaqa tajriba bo'lgan. Hozirgi kunga ham keladi, onasida bo'lgan, bolasiga o'tgan, uyalishadi, bekitishadi, etishdan, lekin konkretni уже 3-4 darsga kelganda, уже sekin boradi, birinchi boshlaydi. Keyin menda ham bo'lgan o'z bolaligimda, shu yoshimda o'tib ketdi deb tan olishadi. Birinchi dadasida bo'lgan, keyin otasida bo'lgan, hozir esa o'g'limda deb kelgan onalar ham juda ham ko'p. Bu holatda irsiy nima bo'ladi? Bola qaysi tur etapda, qaysi tur bola, masalan, shu doda deylik, doda davolanmagan. Uni adasi agressor, abuz bo'lgan, bolani urgan, urushgan, endurez qilib qo'ygan. U kishi davolanmasdan uylangan. Hozirgi kunda ayollar juda ham ko'p ayollar yozishadi, erim 33 yosh, 45 yosh, 20 yosh, bu endurez bo'ladi. To'yimizdan 2-3 marta bo'lgan, lekin o'tib ketgan, men ko'zimni yumganman, unaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan deyshadi, o'tib ketadi deb o'ylayman deyshadi. Davolanmaydi, uni bolachi endurezni davolashmaydi. Shu postoyanno qo'rquvda yashab keladi. Qanaqadir 15-16 yoshda o'tib ketadi deb o'ylaydi, yoki shu 20 yosh, 30 yosh turmush qurgandan keyin o'tib ketdi deb o'ylaydi, turmushga chiqsa o'tib ketadi yoki turmush qursa o'tib ketadi deyshadi. O'tib ketdi deb o'ylaydi. Yo'q. Hayotida qanaqadir vaziyat bo'lsa, ishda, oilada, jamiyatda avariyaga tushib qoldi, bitta operatsiya boshidan o'tkazdi, yoki kimdir unga qattiqroq baqirib yubordi. Qiz bola bo'lsa, erga teggandan keyin qaynonasi unga yomon muomala qildi, eri bilan kelishmovchilikka keldi, tug'ruq boshidan o'tkazdi, keserva bo'ldi. Mana mijozlarim orasida juda ham ko'p shunaqa holat bo'ladi, katta ayollar ayniqsa, operatsiyadan keyin, tug'ruqdan keyin, keservadan keyin qaytalanib qoldi, endi nima qilsam bo'ladi deyshadi. Shunaqa holatlarda mana davolanmagan endurez, psixologik yechim berilmagan, qo'rquvga yechim berilmagan endurez takrorlanadi va irsiyga aylanadi. Endurez bo'layotgan erkak bir ayolga uylandi, xuddiki uylanganidan keyin qolib ketdi deb o'ylaydi. Yo'q, u qolmaydi. Unda shu narsa bor, qo'rquv hali ham bor. Undan farzand dunyoga keldi. U farzand dunyoga keldi, masalan, o'sha insonning 4 ta bolasi bor. 4 tadan birinchisimi, ikkinchisida o'ziga o'xshagan DNA kodi qaysi birida aktivroq bo'lsa, o'sha bolada endurez bo'lishi ehtimol juda ham yuqori. Unda bo'lmasa, nevarasida bo'lish ehtimol juda ham yuqori. Xo'p, bolada endi endurez, katta insonda endurez bor, bolada endurez bor. Katta inson o'ylaydiki, ha, men ham yurdim shuncha, uylandim, o'tib ketdi, bunda ham o'tib ketadi. O'tib ketmagani natijasi sizning farzandingizda takrorlanayotgan. Ya'ni hozir siz farzandingiz endurez bo'lsa, siz oldin orqaga qarab ko'ring. Sizda endurez bo'lganmi? Yoki uni otasida endurez bo'lganmi? Yoki dada buvisida endurez bo'lganmi? Irsiyatingizda bormi, yo'qmi, buni aniq qilish kerak. Yo'q, ularda endurez yo'q deydigan bo'lsangiz, unda oilaviy muhit holatini tekshirish kerak. Pedagoglarni, ularning bog'cha davrini, bolangiz 3-4 yoshi qanaqa o'tgani, homiladorlik davringizda siz qo'rqqanmisiz? Qattiq qo'rquv ostida qat bo'lganmisiz? Shu holatlar ham ta'sir qiladi. Irsiymi yoki orttirilganmi endurez davolanishi kerak. Bu davolanmaguncha 7 avloddan ketma-ket hammaga o'tib kelgan o'sha uzviy kasallikka aylanib ketadi. Hozirgi kunda endurez davolanmagan bolachalarda o'sha agressiya ko'tarilib ketgandan keyin farzandingiz siz bilan kelishmaydi, maktabdagi bolalar bilan kelishmaydi, o'qituvchilar bilan kelishmaydi, ukalarini uradi, ko'chadagi bolalarni urib keladi. Sal kattaroq bo'lganda eng yomoni qo'shnimning molini o'g'irlab ketdi deydi.
qanaqadir insonni pichoqlab qo'yibdi deydi. Katta bo'lgani sari muammosi kattalashib boraveradi. Hozir sizni ko'zingizga ko'rinmaydigan, xuddiki shu siz ho'l o'rinda uyg'onmaysiz-da, bolani ham to'g'ri tushunish kerak. Mana siz uyg'onyapsiz, o'rningiz quruq. Siz hali o'zingiz enurez bo'lib ko'rmaguncha u farzandingizni holatini tushunmaysiz. Ko'zingizni ochyapsiz, o'rningiz ho'l. Muzdek o'rinda uyg'onyapsiz-da. Uyat, sharmanda, yana u bolani otasi, onasi qattiq jazo beradi, o'shada u bola o'zi xohlaganidan yoki turgisi kelmagandan o'rniga siyib yotib uxlamaydi. U bolachada holat shunaqa. Kuni bilan напряжениеda, kuni bilan agressiyada yuribdi, kechqurun uxlayapti, bo'shashyapti. Miya bo'shashgandan keyin nima qiladi? Qayta uyg'ongisi kelmaydi. Qayta uyg'ongisi kelmagandan keyin hojatga chiqqisi kelsa, miyasi uyg'onamaydi yoki ikkinchi holat, iliqlik, issiqlik his qilmaydi, otasidan, onasidan mehr olmayapti. Kechqurun har bir mana birinchi etib qo'yganda shunda o'rni issiq bo'lib ketadi-ku, shu holatda his qilish uchun bola miyasi enurez takror har kuni qilib beradi. Keyingi bu bolachalarni tuzatib bo'ladimi? Xo'p, ersiymi, orttirmami? Mana nerpatologga bordik, TMS qildirdik, apparatni qo'ydirdik, gijasini davoladik, lekin farzandim hali ham davolanmadi. 10 kun yaxshi bo'lib qoladi, keyin takror bo'ladi. Bu bolani butunlay qutulish mumkinmi? Mumkin, agar siz mehr va muhabbat bilan yondasha olsangiz. Farzandingizga bizda aytgan metodikalar bilan, o'zining metodika mashqlari bor, enurezni qilib bolani refleksi bilan ishlab chiqarsangiz, albatta farzandingiz tuzaladi. Bu metodika mashg'ulotlar olimlar tomonidan o'ylab topilgan, meni maxsus kursimga yig'ilgan. Ya'ni bir qancha metodikani o'zimning shaxsiy mualliflik kursimga yiqqaman. U hammasi jam bo'lib katta 10 talik darslikka aylangan. Bu darslikda biz birinchi bo'lib bolani diagnostika qilishni o'rganamiz. Ya'ni oilada, sharoitda sizda masalan 4 ta farzandingiz bo'lishi mumkin, 5 ta farzandingiz bo'lishi mumkin. Siz har bir farzandingizni holati, psixologik holatini o'rganishni va ularga qanaqa gapirsangiz ular bilan kelishishni o'rganasiz. Ya'ni diagnostika qilishni o'rganasiz. Qaysi bolangiz agressor, kimdir yig'loqi, kimdir urushqoq, kimdir esa enurezi bor, kimdir ko'zi pirpiraydi, kimdir duduqlanadi, kimdir o'ziga bo'lgan ishonchi past, emotsionkasi, kimdir qo'rqoq. Har bir 5 ta bolangiz 5 xil, har xil o'ziga yetguncha psixologik muammolari bor. Siz uyda o'tirgan holatda onlayn tartibda kurs olganingizdan keyin boshida 4-5 ta dars farzandingiz diagnostika qilishni o'rganasiz. Qanaqa kasalliklar bor, qaysi kasallik davolamasga ketdi, nima oqibat bo'lishi mumkin, qanaqa ishlab ularni, qanaqa mashg'ulotlar qilib, ular bilan, ularni qo'rquvi bilan qanaqa ishlab ularni tuzatishni o'rganasiz. U sharoitida oddiygina holatda 4 ta bolangiz bilan o'tirib, sog'lom yarim soat, 1 soat vaqt ajratib, farzandingiz kasalligini yechim qilishingiz mumkin, ularga davo berishingiz mumkin. Siz to'g'ri bilmagansiz, sizni onangiz urishib katta qilgan, adingiz urishib katta qilgan, siz ham gap eshitib urilgan bo'lasiz, Lekin hozirgi kunda farzandlarimizdan xuddi biz tarbiya ko'rganimiz kabi urib tepib tarbiyalab bo'lmaydi. Chunki bu dunyoda joyida turmaydi, rivojlanishda davom etib ketyapti. Bolalarimiz biz yashagan hayotdan ko'ra boshqacha hayotda. Ularning qo'lida gadjetlar, telefonlar, har xil o'yinlar, qimorlar, tabletkalar rivojlanib ketgan zamonda biz farzandimiz tarbiyasiga juda ham qattiq e'tiborli bo'lishimiz kerak. Uni ichki holati bilan do'st bo'lishimiz kerak. Hozirgi kunda ko'p holatlarda men qanaqa u bilan gaplashishni bilmayman. Uni tilini topa olmayman. U nima xohlashini tushunmayman. Aytganimni qilmaydi. Biz unaqa bo'lmaganmiz. Biz urilsak ham, urishilsak ham ota-onamizning aytganini qilganmiz. Mana kam bo'lmadik, lekin bular bizlarni tushunmaydi deysizlar. Hozirgi kun bolalari zoomerlar, hech nimani tushunmaydi. Ular o'zini dunyosi bor, o'zini haqiqati bor. Qo'pol qilib aytganda hamma narsasi tayyor bolachalar. Unaqa bolachalar bilan o'ziga xos maxsus yondashuv bilan ishlash kerak. Yoki-da ular psixologiyasi hali erta yosh davrida zarar ko'rgan va hozirgi kunga kelib sal kattaroq bo'lganda har xil tanasi kasalliklar bilan signal beryapti. Xuddi shu maxsus metodika kursimizda siz har bir farzandingizga yechib olasiz. Ya'ni sizning farzandingiz enurez, enkaprez bo'lmasligi mumkin, lekin uni agressiya, nevrozning yechimini qila olasiz. SDVga bo'lishi mumkin. Ya'ni giperfaol farzand bo'lishi mumkin. Uxlamaydigan, turmaydigan, yurmaydigan, bir joyda tik tura olmaydigan, sabr qila olmaydigan, bir narsani diqqatni jamlab ishlamaydigan.
xuddi shunaqa farzandlaringizga ham yechim berishingiz mumkin. Xo'p, oilangiz psixologiga aylanasiz. Ya'ni siz o'z farzandlaringizni oilada qanday qilib ular bilan do'stlashib, ularni qalbiga tushib, ichidagi gaplarni bilib, ularni to'g'ri yo'naltirishni o'rganasiz. Bu kursimizni shunaqa mukammal qilib ishlanganki, nazariyadan tashqari u kursni men praktikalar ham berganman. Ya'ni faqat farzandlar bilan gap orqali emas, balki har xil terapiyalar, sujja koptoklar bilan mashg'ulotlar, kognitiv kovrikda ishlash, har xil tapping nuqtalarini bosib ular bilan programma berish, kelajakda yetib o'ziga ishongan, o'zi nima kerakligini biladigan, hayotda bir nimaga erishadigan farzandni tarbiyalash uchun qanaqa metodlar qo'llanish mumkin bo'lsa, barcha metodikalar berilgan. Qo'rquvlar bilan ishlash, plastilin terapiyalari, art terapiyalari, o'ziga bo'lgan ishonchni oshiruvchi terapiya texnikalar, tapping nuqtalari bilan ishlash, giperfaol farzandingizni xotirjam qilib uxlatish haqida to'liq batafsil ma'lumot va unga tegishli bo'lgan texnika terapiyalari berilgan. Kursimiz shunaqa mukammal darajada qilinganki, ya'ni siz uni onlayn tartibda o'tirib, bemalol sotib olib, uy sharoitida shu 4 ta 5 ta farzandingizga yechim berishingiz mumkin. Xo'p, agar kurs haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi pastda qoldirilgan ssilkalarga murojaat qiling va biz sizga kurs haqida to'liq ma'lumot beramiz. Siz ham shu kursni olib, o'z farzandingizni, oilangizni psixologiga aylanmoqchi bo'lsangiz, farzandingizni NRS, NKPS, tik, nevroz kasallaridan charchab, unga yechim qilmoqchi bo'lsangiz, hozir men ssilka qoldiraman. Quyidagi ssilkaga ishlaydigan telefon raqamingiz va ism familiyangiz, mo'moyingiz yozib qoldirsangiz, bizlarning qizlarimiz sizlar bilan bog'lanib, kurs haqida to'liq ma'lumot berishadi.